Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Navbatdagi xonadonimizga xudo xolasa kelib oldik. Seri polni xonadonni bizga topshiryapti, xudo xolasa ishonib. Bu yerga oldin kelib ketgandik, remontdan oldin kelgandik. Remontlari butibdi mana, xudo xolasa yana qaytib razmirlaganga keldik. Hozirgi turgan joyimiz Toshkent viloyatida turibmiz. 2 xonali komnatani 3 xonali qilgan ekan. Shu yerimizga hozir nima narsalarni qilib bergan ekanlik, maketidan tortib hamma narsasiga ko'rsatamiz. Bu yerda hozir qoladigan joyi ham bor. Detskiy xonasiga shunday bitta narsani o'ylab topdik. Sababi detskiy xona juda ham kichkina, lekin unumli holatga foydalandik. Birinchi eshikdan kira olishdan boshlab ketamiz. Bunday narsalarni qo'yayotganimizni. Hop. Birinchi holatimiz deylar do'stlar. Birinchisi ketdi. Birinchisi olib kelib yaqinlashtirdik. Mana shu joyimizga, bu shu joyimizga obuvniy polka ko'rayotgan bo'lsanglar, kichkinagina santimetrli obuvniy polka eshigini pastga ochganda oyoq kiyim tikka tayinlanadigan qilib mana shu joyimizga obuvniy polka qilyapmiz. Bu kichkina narsa. Ana endi bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu joyimizga xuddi shu perixoshkamiz tushyapti. 1.60 ga 250 santimetrlik xuddi shu perixoshkamiz tushyapti. Buni ham pastida oyoq kiyim, bu narsa balandroq oyoq kiyimlar turaveradi. Ikkita eshikning ichida o'sha kiyim iladigan vishilka, o'shunaqa narsalar hammasi turbo vishilkalar tushadi. Mana ocha joyiga kirdi chiqdi olib kiyinadigan kiyimlar tushadi. Tepada bo'lsa padshabniy shkafi bor, u yerda bosh kiyim, zonta shu narsalarni qo'yib kelsa bo'ladi. Bu perixoshkamiz, bu ikkinchi detalimiz. Xo'p, keyingisi kuxnamizga keladigan bo'lsak, kuxning navbatimiz dapatalka 3 etajli bo'lyapti. 4.15 cm ga 250 cm balandlikda bo'lyapti. Bu tarafimizda cho'chi shu narsa kontur joylarimiz bor. Ularni o'rab olgan bo'lyapmiz. Xuddi shu maketimiz tushyapti mana ko'rayotgan bo'lsanglar. O'ng tarafda xolodilnik shkafi, stiralka, rakvina, gaz plita, bu yerimizga o'sha shkafimiz, bu yerimizga kargo tushadi ikkita. Klient o'zini o'sha nimasiga bog'liq. Bu yerimizga qora oyna, kargo tepalariga vitishkalarimiz, 3 etajli mana kuxnyamiz, xudo xolasa tayyor bu joyimizga. Maketlarni hamma narsasini chiqarib tayyorlab qo'ydik. Xo'p. Ana endi keyingi avrasini ko'rsak, keyingisi bu kuxnyamiz bo'ladigan bo'lsa, undan keyin mana bu zal, televizorli. Xo'p. Bu zalimizga ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu ko'rinishi, bu joyimiz bo'ladigan bo'lsa, mana xuddi shu narsa. Bu yerimizga mana osma tumbuchkamizdan qo'yapmiz bu yerimizga. Bu tarafimizga bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu joyimizga troykali gostinniy ugloy tushadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, eshiklar joylashishlari ham, kirib misol uchun o'tirib televizor ko'rishlari ham. Bitta televizorimiz qolib ketibdi, esdan chiqib qolibdi bu joylashimiz. Bu yerga baribir katta televizor qo'yadi. Ana shunday holatga mana nasib bo'lsa, xuddi shu holatga bemalol televizorlarni ko'rib o'tirsa bo'ladi. Bu keyingi adresimizda endi yana bittasi bor. Bu spalniy xonamiz, взрослый xona. Bu joyimizga ozgina plani tushunib qo'ygan, sababi beplanroq qo'ygan, sababi bu yerga televizorni joylagan, bu yerga shunday osma tushish kerak bo'lgan. Bu tarafda bo'lsa shkafga moslab qo'ygan. Lekin mana bu Ford shkafi bu detskiy xonaligi uchun yorug'lik tushish uchun qo'yilgan narsa. Bo'lsa yorug'lik tushmaydi bu joyimizga. Shuning uchun qo'yilgan. Bu yerga kichkina shkaf ham qilib bo'lmaydi. Xullas bu yerda spalniy turadi, oraliq o'tadigan masofamiz yo'q. Shkafni bo'ladigan bo'lsa, televizorniy tarafga ko'chirdik. Hozirlarga bir chetdan bu birinchi spalniy tarafdan boshlaymiz. Qaranglar do'stlar. Mana shunday uzoqroq obyektdan bitta ko'rsatib bering. Spalniyamiz, ko'rayotgan bo'lsanglar, tumbuchkalarimiz, tumbuchka, spalniy, mana bu narsalarni ham mana chiqarib qo'ydik. Endi bu tarafimizga o'tadigan bo'lsak, mana qanday unumli foydalanganmiz. Bu tarafimizdan bo'ladigan bo'lsa, bu eng chetidan bu yopilib ketadi bu narsamiz.
Eng chetimizdan bo'ladigan bo'lsa, bu yerimizga mana ikkita kupeyniy shkaf tushyapti. Eshigi bordi keldi bo'lib yopiladi mana kupeyniy shkaf. Glubinasi ham bemalol ko'rayotgan bo'lsanglar 60 sm qilib qo'yganmiz. Katta vishilkali kiyimlar sig'oradi. Bu tarafimiz bo'ladigan bo'lsa, eshik tarafimizga mushak bermagan holatda 30 sm qilganmiz bu joyimizni. Mana tepa shkafimiz polni ketyapti tepaga qarab. TV zonamiz joyida qolyapti. Past tarafida bo'ladigan bo'lsa, mana bunday nimasini joylab beryapmiz bu yerga. Shkafini joylab beryapmiz. Bu yerda ham tortmami, barmi, eshikmi o'zi xohlagan narsasini qo'yib beramiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu hozir ko'rsataman. Mana shu ramkamiz mana siljitib ko'rsatib beray. Bunimiz oyna. Mana bunimiz bo'lsa tortmalar polni. Bu trimo. Mana shu joyga nimasini joylab beryapmiz. O'sha trimosini joylab beryapmiz. Bu degani bu yerimizda mana xuddi shu devorimizda ham kiyim iladigan shkaf, ham kiyim tahlaydigan shkaf, ham televizor tagida tortmalik o'ziga kerakli narsalarni soladigan narsa. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa trimo. 3 ta detalni shu yerga joylab qo'ydik, xudo xolasa. Ko'rib turgan bo'lsanglar, juda ham unumli holatini qilib berganmiz. Endi keyingi analizini bu yerimizga keladigan bo'lsak, men chiqib turaman, birinchi mashxonani bitta olaymi rasmni videoga. Ko'ringlar, qanaqa kichkina xona. Hop. Ana endi qaranglar. Bu yerda bitta chiqqan joy bor. Bu yerda bitta chiqqan joy bor. Hozir mana shu xonamizni, bitta shu xonamizni 3 ta bolaga moslab beryapmiz. 3 ta bolaga. Endi bu yoqda videoda. Qaranglar. Bu avvalo tepadan ko'rinishi. Xuddi shu ustullar, orqamizdagi ustullar hammasi mana joyida turibdi. Fortichkamiz u yoqda ko'rsatganimiz. Endi bu yerimizga mana yaqinlashtiraman. Bu yerga mana. Endi ko'rinishiga agar mabodo nimasi ko'rayotgan bo'lsanglar, sal soddaroq holatda turibdi. Hali bu narsalarimiz yasalgandan keyin mana bu joyda to'siq joylar bo'ladi ikkinchi etajimizda. Polni to'siladi, misol uchun xavfsizlik darajasi hisobga olinadi. 2 etajlik karavot bu yerga tushyapti. Pastda bitta bola, tepada bitta bola, eshikdan kirib olishga mana eshikdan kirib kelishga bu yerimizdan bemalol chiqib joyini egallasa bo'ladi. Mana bu ochiq qolgan joyimizga bo'ladigan bo'lsa, mana shu joy 1.30 sm, hozir aytaman. 70 bo'lsa, 1.90 bo'ladigan bo'lsa, 1.20 sm ochiq qolyapti. Naq mana shu stolimiz turgan joyimiz 25 bu bo'ladigan bo'lsa, 95 sm bitta bola bemalol o'tirib dars qiladigan holati bo'lyapti bu joyimizga. Mana bo'mbo'shlik. Bemalol stol ichkariga kirib ketadi, tashqariga chiqarib bemalol darsini qilib o'tirsa bo'ladi. Yon tarafiga bo'ladigan bo'lsa, mana shu stolimizni mana bu joyimizga hisobga olganmiz. Ko'rsatmayapti. Shu joyimizni hisobga olganmiz. Top mana shu joyimizda, top mana shu oxirgacha ketadigan joyiga mana bu shkafimiz tushyapti mana. Bu yerga ham kerakli narsalarni o'zini kitob, knijniy, shunaqa xullas narsalarni joylab olsa bo'ladi. Buni o'zlari qilib qo'ygan ekan. Mana bu joyni ham metkasini belgilab qo'yamiz. Endi bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, 3-bolamizga bu tarafimizga mana bu tarafimizga joylab berganmiz. Karavot, bosh tarafida mana отдельный o'zi uchun polkacha. Mana shu 3 bolaga ham mana bu joyda 2 ta qonat, bu yerda 2 ta qonat, bu yerda 2 ta qonatlik, mana 3 ta отдельный shkaflardan joylab berganmiz. Mana shu joyimizga osma qilib ilinadi bu joyimizga. Xudo xolasa mana shu kichkinagina xonamizdan bemalol emin-erkin mana bo'shliqni ham ko'ryapsizlar qanday holat qolayotganini. Mana shu joyimiz o'zida ancha bo'shliq bor. Bu joyimiz dars qiladigan joy. Kirdi chiqdida birovga mushak bermasdan bemalol foydalansa bo'ladi. Xudo xolasa hamma narsasini chiroyli qilib berdik. Nasib bo'lsa. Mehnatimizga bitta baho berasizlar do'stlar. Xudo xolasa sizlarga mana shunday obyektlar chiqib qoladigan bo'lsa, misol uchun bu joyimiz hammasi nestandart joylar. Birontasini misol uchun bozordan sotib olsa, yo bo'lmasa bu magazindan chiqib sotib olsa, to'g'ri kelmaydigan razmerlarimizni ko'rsatib o'tdim hozir.
Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor. Aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib ishinglarni o'tkazib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'rmay bilan ko'rishguncha. Salomat bo'ling.